Assalomu alaykum barcha ustozlarimizga hamda o'quvchilarga. SATga davr navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugun demak qiyinroq darajadagi savollarni ko'rib chiqamiz. 406 test. Kanalni oxiriga qadab qo'yganman. Ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Bu o'sha imtihonda tushgan murakkabroq darajadagi savollar. Xudo xohlasa bugun tahlilni ko'rib chiqamiz. Ekran ovoz hammaga yaxshi boryaptimi? Iloji boricha kimda qanaqa savol bo'lsa, YouTube'ga emas, mana bu Telegram Telegram guruhda o'ziga yozishga harakat qilinglar. Tushunarli? Faqat Telegram guruhga yozamiz, chunki ikkita ekranga qarab turibman, уже YouTube'ga qarolmay qolishim mumkin. Qanaqadir savollarni o'tkazib yuborishim mumkin. Shuning uchun iloji boricha Telegram guruhga yozishga harakat qilinglar. Darsga kirayotgan bo'lsangizlar, kompyuterdan kiringizlar, maslahatim. Zoom'ga yoki YouTube'ga kompyuterdan kirasizlar, keyin qo'lingizda telefon bo'lsin, masalan, yoki stol ustida telefon bo'lsin. Savollarni telefonda yozaverasiz, darsni kompyuterda tomosha qilaverasiz. Agar kompyuter bo'lmaydigan bo'lsa, endi ko'pchilik telefonning o'zida foydalanadi, ularga ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bu ekrandan bu ekranga o'tish bo'yicha. Vazifali ustozlik o'quvchilik kam bo'lyaptimi? Ba'zi bir ustozlarimiz ko'proq test tashlang deyapti. Ba'zi bir ustozlarimiz yoki o'quvchilar kamroq bering, test ko'payib ketdi deyapti. Vazifalar qanaqa holatda? Hamma yetkaza olyaptimi yoki qolib ketdimi? O'shani bir ayta olingizlar. Ulgurmayapmiz. Kitobdan qolib ketyapti. Yo, kitobni ham olib ketish kerak. Qolmaslik kerak. O'zi men viloyatlarga chiqqanim uchun ozgina darsda ham pauza bo'lib qoldi. Kamroq vazifa berdim, ulgura olingizlar deb. Bu yog'iga bundan ham ko'p vazifalar bo'ladi. Kitobda ham ishlash kerak hammasini. Qolib ketmasin birorta test. Video ham qolib ketmasin. Yaxshi. Bo'lmasa boshladik darsimizni. Birinchi masala konstanta koeffitsiyentga doir alohida test bergandim. Mavzusini ham o'tib berganman. Qaraymiz. Funksiyalar f bilan g defined by aniqlangan. Bizada ikkita funksiya bor ekan, aniqlangan. Tenglamalari ko'rsatilgan. Equations bo'ladigan bo'lsa, tenglamalari ko'rsatilgan. Bu yerda a va blar butun sonlar. Integer degan so'zimiz butunmidi? Butun sonlar. Va a bdan katta. B 0 dan katta. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. A bdan katta, B 0 dan katta degan shartimiz bor ekan. Mana bunaqa. Ikkalasi ham 0 dan katta bo'lgan son. Y barobar fx va gx funksiya chiziladigan bo'lsa koordinati tekisligida. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri tenglamalar display degani ko'rsatmoq. Qaysi bir bizga ko'rsatib beradi? Nimani desa, konstanta yoki koeffitsient sifatida. Shart qarang. Konstant yoki koeffitsient sifatida ko'rsatib berish kerak. Maximum of the graph, ya'ni eng katta qiymatini. Funksiyani eng katta qiymatini konstant yoki koeffitsient sifatida ko'rsatish kerak. Bu yerda x katta yoki teng 0 degan shart bor. Bizi o'tgandek bu exponential function bo'ladigan bo'lsa, fx barobar a ko'paytiruv b darajasi x plus c bo'ladigan bo'lsa, a ni koeffitsient sifatida, b ni base asos sifatida ko'rgandik, a c ni qanaqadir konstanta, o'zgarmas son deb tasvirlagan edik. To'g'rimi? Bularni nomlari bor edi o'zini. Endi bizada aytyapti, seni funksiyangda maksimum qiymati yoki koeffitsient sifatida a ga teng bo'lsin
yoki konstanta sifatida s ga teng bo'lsin deyapti. Mana. O'zgarmas son. Birinchi funksiyaga yaxshilab e'tibor beramiz. Fx funksiya b ko'paytiruv 0,97 darajasi x plus a. Birinchi funksiyamda menda koeffitsient sifatida b turibdi. Konstanta degan narsa yo'q. Qanaqadir plyus s bo'lgan dedi, konstanta bor deb aytgan bo'lardim. Yo'q bu yerda. Agar funksiyani maksimum qiymati b ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz, bo'lmasa yo'q. Endi x katta yoki teng 0 degan shart berilganmi? Funksiyani asosi 0 u 1 oraliqda bo'lgani uchun funksiyaning asosi. Buning fx funksiyani maksimum qiymati 0 da bo'ladi. B ko'paytiruv 0,97 darajasi 0 plus a. B ko'paytiruv 0,97 darajasi demak a ga teng bo'lyapti. Endi funksiyaga 1 qo'ying. B ko'paytiruv 0,97 darajasi a plus 1. Mana bu 0 1 oraliqda bo'lgani uchun son tobora kichrayib boraveradi. 2 qo'ysangiz yana kichrayib ketadi, 3 qo'ysangiz. Chunki e'tibor bering, 0,1 ning kvadrati 0,1, 0, boshqa son ko'raylik. 0,8 ning kvadrati o'zidan kichkina son bo'lib ketadi. 0,64. 0,64 ni yana kvadratga ko'taradigan bo'lsak, o'zidan kichkina son hosil bo'ladi. Chunki asos 0,1. Endi funksiyaning maksimum qiymati hozir b ko'paytiruv 0,97 darajasi a bo'ldi. Agarda birinchi funksiyani maksimum qiymati koeffitsient sifatida b ga teng bo'lganda edi, men to'g'ri javob sifatida qabul qilardim. Shuning uchun mana bu javob bo'lmaydi. Birni kesamiz. Bir bo'lmas ekan. Agar maksimum qiymati b ga teng bo'lsa, koeffitsient sifatida to'g'ri olardik. Bo'lmadi. Endi ikkinchi funksiya gx b ko'paytiruv 0,97 darajasi x plus a. Endi bunda koeffitsient sifatida b ga to'g'ri kelyapti, konstanta sifatida a ga to'g'ri kelyapti. Maksimum qiymati b yoki a bo'ladigan bo'lsa, biza javob olsak bo'ladi. Masalada x katta yoki teng 0 shart berilgan. Mana. Endi funksiyani asosi 0 1 da bo'lgani uchun bu ham kamayib boraveradi. X 1 2 3 bersizlar. Funksiya 0 da o'zining maksimum qiymatiga erishadi. B ko'paytiruv 0,97 ning 0-si plus a. Maksimum qiymati a plus b bo'ldi. Na b ga teng bo'ldi, na a ga teng bo'ldi. Ikkalasi ham teng bo'lmadi. Demak, buni ham chopamiz. Yo'q javob. Ikkalasi ham emas degan javob bo'ladi. Ikkalasi ham emas. Neither degan unisi ham emas, bunisi ham emas. Bu mavzuni ko'rmaganlar bo'lsa, yaxshilab ko'ra olamiz. Bu misolni o'zini ham 2-3 marta ko'rganmiz oldin. Tushunarlimi? Masala. Imtihonda har bitta savolga, savol turiga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu osonki deb o'tib ketish kerak emas. Bu mavzuni ko'pchilik o'tib bermaydi ham o'zi, yaxshi bilmaydi o'zlari. Ko'pchilik. Siz maksimalga harakat qilyapsizmi? Hammasini yaxshi bilishingiz kerak. Yo, darajani qarang, funksiya qanaqa berilgan bo'lsa, buzmang uni. O'sha turgan holatda tekshiring. B ko'p b darajasi 0,97 x ko'paytiruv bu bo'lish shart emas. Bu qiyin emas, bu eng oson masala. Ko'pchilik qiyin deydi. Oson. Shunchaki tekshirasiz. Mana bu koeffitsient, mana bu maksimum qiymatmi, mana bumi yoki bumi. Birortasi bo'lib qolsa, javobni olasiz. O'zi asosini so'raydi, base konstanta koeffitsient bo'lib keladi. Bu bo'yicha 1921 qarang. Yopiq kanaldan ham foydalanishni o'rganish kerak-da. Siz yopiq kanalda bittadan qidirib turibsiz. Yopiq kanalda izlash degan bo'limi bor, to'g'rimi? Siz qaysidir testni yechimini qidirmoqchisiz. Bo'ldi, o'sha bo'limga masalan menga 1921 da yechimi kerak. 1921 deb yozing, chiqadi. Yozish kerak. Yoki o'sha testni nomini yozsangiz ham chiqib kelaveradi. Siz bittalab qidirib o'tirishingiz shart emas. Xo'p, ikkinchi masalaga diqqatimiz qaratamiz. Mana shu savolim o'zimga 2-3 marta kelgan, ko'p takrorlangan savol.
Ekran ovoz hammada yaxshimi? Ekran ovoz yaxshimi endi? Ha, bo'ldi. Funksiya defined by aniqlangan. Mana shu ko'rinishda. Bu yerda bu yerda k va m'lar sonli. K m'dan katta, m qiyitidan katta. Qarang, endi shart beryapti. If agarda j ga 397 qo'ysak a, minus 371 qo'ysak b. Xo'p, bizada j funksiya qani? Mana shu funksiyaga qo'yishimiz kerak. Nechi qo'yaman? J ga 397 qo'yadigan bo'lsak nechi bo'ladi? K ko'paytiraman. 397 dan 13 ketadigan bo'lsa nechi bo'ladi? Modulda 384 bo'ladimi? 384 ning kvadrati minus 47 ko'paytiruv 384 plusdan m. J ga minus 371 qo'yadigan bo'lsak, modulda bo'lgani uchun moduldan har doim musbat chiqadi. Mana. Mana shu qiymatim A ga teng ekan, bu B ga teng ekan. Bundan xulosa qilaman, A B ga tengligi ma'lum bo'lib qoladi. Imtihonda qanaqadir xunuk sonlar keladi-ku, o'sha sonni ko'pchilik nima qiladi? Qo'rqib qoladi. Bunaqa xunuk qiyin misol ekan degan tasavvur bo'ladi. Mana shu masalani kichkina sonlardan ham bersa bo'lardi. Lekin mana shu qo'rqitish uchun kattaroq son tanlab olgan. Qanaqa son kelishidan qat'iy nazar funksiyaga olib borib qo'ying. Soddagina chiqib qoladi. A va B'lar sonlar bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Value qiymat. Endi so'ragan narsasini qarang. A B ga teng bo'lsa, A minus B 0 ga teng bo'ladi. 43 ko'paytiruv minus 397 ning 0-chisi 371 ko'paytiraman 43 ning 0-chisi. B dan A ni ayirdim nima? A dan B ni ayirdim nima? Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. 43 ko'paytiruv 1, 371 ko'paytiruv 1. Necha bo'ladi? 370, 410, 414 ga teng bo'lar ekan. 414. Tushunarli bo'ldimi ikkinchi masala? Savollar yo'q, ha? Yo'q, qiyin emas. Imtihonda yana qaytaraman. Mana shunaqa qo'rqinchli narsalarni berib qo'yadi. Qo'rqmang, funksiyaga olib boring. Ko'pchilik sonni o'ziga qaraydi, funksiyani o'ziga olib borish esiga ham kelmay qoladi. Mana shu muammo. Mana shu ikkita funksiyaga 397 bilan minus 371 qo'ydik-ku. Har qanday sonning moduli musbat bo'lgandan keyin mana bu ifodalar bir xil bo'lib qoldi mana. Mana bu ikkalasi bir xil bo'lgani uchun A B ga teng bo'lib qoldi. Bundan xulosa qilishim mumkin. A B ga teng, A dan B ni ayirsam ham 0, B dan A ni ayirsam ham 0 ga teng bo'ladi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Endi mana bu 1 bo'lib qoldi, mana bu ham 1 bo'lib qoldi. Qo'shib qo'yasiz shunchaki. Mana bu nimaga berilgan deb o'ylaysiz? Masalan, K M dan katta, M qiyitidan katta degan. K M dan katta, M qiyitidan katta. Nima uchun berilgan? Shunaqa savol kelibdi. Har doim emas, hozir masalani shartiga ko'ra teng bo'lib qolyapti.
K bilan M lar bu yerda ham qatnashyapti. Bir xil narsalar. K dan M ni ayirsak musbatligini. Qaraymiz. Uchinchi masala. Berilgan tenglamada G va K lar musbat sonlar. Pozitiv degani musbat sonlar. Endi solution degan so'zimiz yechim. Mana shu yuqoridagi tenglamani bir yechimi bor ekan. X barobar 81. Bizadan so'rayapti nima bo'ladi K ning qiymati. Mana bu ikkalasidan mana bu ifodani chiqarib olaman. Endi qarang. 7x minusdan 4k ni chiqarsam x plus g qoladi. Minusdan x plus g barobar 0. Endi ikkalasidan x plus g ni chiqara olaman. 7x minus 4k minus 1 barobar 0. Ko'paytma 0 bo'lish uchun har birini 0 ga tenglashim kerak. 7x minus 4k minus 1 barobar 0. X barobar 81 deb masala shartida aytilgan. 81 plusdan g barobar 0, g ning qiymati minus 81 bo'ladi. 7 ko'paytiruv 81, 7 ko'paytiraman 81 minusdan 1 barobar 4k. K ni qiymatini topadigan bo'lsak, 7 kara 1 7, 7 kara 8 56 minus 1 bo'laman 4 bo'ladi. 566 ni 4 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 141,5 mi? 141,5 bo'lar ekan. Shunaqa. Xohlasangiz kasr ko'rinishda qoldirsangiz ham bo'laveradi. Berilgan kvadrat funksiyada factors degan ko'paytuvchilari. Ko'paytuvchilari 54x ning 4-si 219x kvadrat plusdan 105. Mana shu k ko'paytiraman ax kvadrat plusdan b sx kvadrat plusdan d ko'paytuvchiga ajralgan. Endi shart beryapti. Agarda a b c d klar butun sonlar bo'ladigan bo'lsa, butun sonlar nima bo'ladi? The smallest degan so'zimiz eng kichik. Eng kichik possible mumkin bo'lgan. Value degan so'zimiz qiymat. Eng kichik mumkin bo'lgan qiymat nimaga teng bo'ladi? A ko'paytiruv B ning olib kelyapti. Mana. Kasrda ham qabul qiladi. Nima qilamiz bu masalaga yechim qilish uchun? Kimda qanaqa fikr bor? Ko'paytuvchiga ajralyapti. Nollarni topolsak bo'ladi. Uchni chiqaramiz. Xo'p, uchni chiqardim. Uchni chiqaradigan bo'lsam, 18x ning 4-si plusdan 219 ni 3 ga bo'lamiz. 73 x kvadrat plusdan 35. K ko'paytiruv ax kvadrat plusdan b sx kvadrat plusdan d bo'lyapti. Qanday ko'paytuvchiga ajraydi bular? Ko'paytuvchiga qanaqaga ajraydi? 18, 73, 35.
Ildizlarni topamizmi? Ovoz kelmayapti. Hozir men bitta Wi-Figa qarab olay. 5G ga ulangan. 9x 2x. 9x 2x. 9x kvadrat plusdan 7, 2x kvadrat plus 5 bo'ldimi? 18, 45. Bunaqa bo'lmas ekan. 18, 45. Yo'q. Ko'paytuvchiga ajratib qo'yaveramizmi? 53. 5 bilan 7 ni almashtiring. Hop, 9x kvadrat plusdan 5, 2x kvadrat plus 7. Endi bo'ldimi? K ko'paytiruv ax kvadrat plusdan b, sx kvadrat plus d bo'lyapti. Endi 18, 63, 10, 73 bo'ldi. Qarang, mana bu, mana bu ax kvadrat plusdan b bo'lishi mumkin. 9x kvadrat plus 5 ga teng bo'lishi mumkin yoki 2x kvadrat plus 7 ham bo'lishi mumkin-da. Bizadan so'rayotgan narsa. Keyin A, B, C, D lar hammasi k butun sonlar. Shuning uchun shunaqa ko'paytuvchiga ajratdik. Endi A, B ning bitta qiymati 45 bo'lishi mumkin. A ko'paytiruv B ning bitta qiymati 14 bo'lishi mumkin. Bizadan eng kichik qiymatini so'rayaptimi? Javobni 14 sifatida qabul qilamiz. Tushunarlimi? Buni hozir diskriminantdan ham ko'paytuvchilarga ajratsangiz bo'ladi. Topib diskriminantni. Endi biza tayyor ko'rinib turgani uchun shunaqa yozib qo'ydik. Tushunarlimi? Mana bu 54 x ning to'rtinchisi plus 219 x kvadrat plus 105 barobar 0 deb kvadrat tenglamay yechganda yechib ketaverardik-ku. 219 ni 3 ga bo'lib yuborsangiz ham bo'ladi yoki 219 ning kvadrati 4, 54, 105 deb keyin x1 ning kvadratini topasiz. Keyin x2 ning kvadratini topib ko'paytuvchiga ajratadi. Shunaqa. Endi ko'rinib turgani uchun bunaqa ishga o'tirmadik. Diskriminantni yechib beraymi bitta? Xo'p. Mana bu. Qarang. Sonlar katta bo'lgani uchun turgan joyda 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 18x kvadrat minusdan 73x plusdan 35 barobar 0. X ning to'rtinchisi mana bu x kvadrat bo'ladi. Endi x kvadratni t deb belgilash kiritasiz. 18t kvadrat minus 73t plusdan 35 barobar 0. Biza hozir mana buni ko'paytuvchiga ajratmoqchimiz. Esdan chiqarmang. Xo'p, shunda d ni topadigan bo'lsak, minus 73 ning kvadrati 4, 18, 35 bo'ladi. 73, 73, 72 ko'paytiruv 35. 2809. 2809 bo'lyapti. T1 ni topsak, 73 plus 53 taqsim 2 ko'paytiruv 18. Xo'p, 126 taqsim 36 bo'lyapti. T2 ni topsak, 73 minus 53 taqsim 2 ko'paytiruv 18. 20 taqsim 36 bo'lyapti. 9 ga bo'lsak, 126 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak, 14 bo'lyapti. 4. 7 taqsim 2. Buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 taqsim 9 bo'lyapti. Mana. Endi bu ko'paytuvchiga ajraydi 54. Tx kvadratni x kvadrat plus 7 taqsim 2 x kvadrat plusdan 5 taqsim 9 bo'ladi. Mana bu 54 ku.
Bizada butun son bo'lishi uchun mana bunga 2 ni kirgizib yuborish kerak. Bunga butun son bo'lishi uchun 9 ni. 2 ta 9 18 mi? 3 tashqarida qolib ketadi. 2x kvadrat plusdan 7 9x kvadrat plus 5 degan tenglikka ega bo'lamiz. Endi bizadan a ko'paytiruv b ning minimum qiymatini so'rayapti. Men 3 ta kirgizishimiz shart emas. Agar 3 ta yoki bunga kirgizib yuboradigan bo'lsak, уже katta son bo'lib ketadi. Bizadan ko'paytmani minimum qiymatini so'ragan uchun 3 tashqarida turgani yaxshi. Bu yerda ham mana k tashqarida turibdi. Ha, mana bu plus ekan, uzr. Plus ekan. Mana bu xo'p minus bo'ladi. Minus bo'ladi. Minusdan mana shu yerda o'zgartirib qo'yaylik. Minus olib ketib qolibman. T1 qiymatini topadigan bo'lsak, T1 qiymatini topadigan bo'lsak, minus 73 plus 53 taqsim 2. 2 ko'paytiruv 18. Barobar minus 20 taqsim 36. 4 ga bo'lsak, minus 5 taqsim 9. T2 ni topadigan bo'lsak, minus 73 minus 53 taqsim 2 ko'paytiruv 18. Bu minus 126 taqsim 36. Boshida biz 9 ga bo'ldik. Minus 14 taqsim 4 minus 7 taqsim 2 bo'ldi. Bo'ldi. Endi biz T1 x kvadrat deganmizmi? Olib borib o'rniga qo'ydik. Shunaqa qilib. Tushunarli? Xo'p, keyingi masalaga diqqatimizni qaratamiz. Keyingi masala. Kim shu masalani ishlay olmadi? 5-chi masalani ishlay olmaganlar bormi? Ha, devoringizda. Kim ishlay olmadi? Hamma ishladim. Xo'p, qaraymiz. For the linear function, chiziqli funksiya uchun funksiyaga a qiymatini qo'yadigan bo'lsak, minus 24 va funksiyaga 4 qo'yadigan bo'lsak, 34 ekan. Sizda qanaqadir chiziqli funksiya bor, ayu minus 24 nuqtadan o'tadi va 4 30 nuqtadan o'tar ekan. Endi slope burchak koeffitsient. Bizning funksiyamizning burchak koeffitsienti koordinata tekisligida 7 ga teng ekan. Burchak koeffitsient topaman. 30 ayiraman minus 24 taqsim 4 minusdan a. Mana shu narsa 7 ga teng ekan. Ani topib olishim kerak. 54 barobar nima bo'ladi? 28 minus 7a. 7a barobar 26. To'g'rimi? A ning qiymati 26 taqsim 7 bo'lyapti. Yana bitta chiziqli funksiya bor ekan. P funksiya. Funksiyaga 26 taqsim 7 ni qo'ysak 26 dan va funksiyaga 6 ni qo'ysak 38 degan nuqtadan o'tar ekan. Bo'ldi, yana bitta slope topib qo'yasiz. K2 ni topadigan bo'lsangiz 38 minus 26 y2 minus y1 x2 minusdan x1 bo'ladi. Xo'p, 12 taqsim 6 kere 7 42
42dan 26ni ayirasiz. 16 bo'ladi, 7 tepaga chiqadi. Barobar. Buni 4 ga bo'lsak 3, bu 4 bo'ladi. 21 taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? 21ni 4 ga bo'lib ham yozib qo'ysangiz bo'laveradi. 5,25 deb. Yoki mana bu holatda yoki bu holatda ikkalasi ham to'g'ri. Nuqta bilan yozamiz. Ixtiyoriy x1 va y1 va x2 y2 nuqtadan o'tadigan funksiyaning burchak koeffitsiyenti y2 minus y1 x2 minus x1 yoki teskarisi. Mana shu yordamda topiladi. Isbotini ko'rganmiz birinchi dastada. Tushunarlimi? Nimasi xato ketdi? Hammada shunday chiqqanmi? Xato ketdi-ku bu yerda. Hop, minus 26 bo'lar ekan. Minus 26 A ning qiymati minus 26 taqsim 7. Endi o'zgaradi. Endi mana buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, funksiyaga minus 26 taqsim 7 qo'ysak 26 ga teng. Funksiyaga 6 qo'ysak 38. Slopni topamiz. 38 minusdan 26 taqsim 6 plus 26 taqsim 7 bo'ladi. 12, 7 tepaga chiqadi. 42 plus 26 bo'ladi. 84 taqsim 40, 60, 68. Hop, 2 ga bo'lsak necha bo'ladi? 47 taqsim 34 bo'ladi. Shunaqami hammada? 47 debmi? 42 taqsim 34, 21 taqsim 17 desak ham bo'lar ekan. Mana shunaqa chiqar ekan. Kim tushunmay qoldi? Endi funksiya qilib ishlaydigan bo'lsak, vaqtdan yutqizib qo'yamizda. Ikkita nuqta uchun Solov formasini isbotlaganmiz-ku biz. O'shandan ketsak osonroq chiqadi. Kx plus b biroz vaqt olib qo'yadi. Keyingi masala. 6-chi savolga diqqatimizni qaratamiz. Qarang, grafiga A chiziq ko'rsatilgan. Koordinata tekisligida. Mana bu A chiziqning grafigi ekan. Line A deyman. Endi katta bilan belgilab qo'yaylik. Qanaqadir bu ham y barobar kx plus b chiziq. Endi b chiziq defined by aniqlangan. Bizani b chizig'imiz ham bor ekan. 178 x ky barobar j. Bu yerda kjlar sonlar. Agar b chiziladigan bo'lsa koordinata tekisligida resulting degan so'zimiz natijaviy grafik tenglamalar sistemasi uchun cheksiz ko'p yechim bo'ladi. Mana shu joyda masalan ishlaymiz. Cheksiz ko'p yechim. Demak, mana bu bitta narsa ekanda. Qachon tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi? Bir xil bo'ladigan bo'lsa ikkalasi ham. Demak, mana buni o'chiramandagini 178 x plusdan ky barobar g degan tenglama hosil bo'ladi. Bu mana shu tenglama desak bo'ladi. Qaysi nuqtadan o'tyapti? Xohlasak, mana bu nuqtadan foydalanamiz. 7 nuqtadan yoki 0 9 nuqtadan o'tar ekan.
3,7 nuqtadan yoki 0,9 nuqtadan o'tar ekan. Ikkalasi bitta narsa ekan. K plus G ning qiymati nimaga teng bo'ladi deb qo'yamiz. 178 ko'paytiraman. X ni o'rniga 3 qo'ysam, plus K, Y ni o'rniga 7 qo'ysam, G hosil bo'ladi. Endi 0 qo'ysam, 178 ko'paytiruv 0 plusdan y ni o'rniga 9 bo'lyapti. 9 ko'paytiruv k barobar g bo'ladi. Mana bu yerdan g 9 ta k ekanligi ma'lum bo'ladi. Endi 178 ko'paytiruv 3 plus 7k barobar 9k bo'lyapti. 2k barobar 178 ko'paytiruv 3 bo'lyapti. Mana bu yerdan k ni qiymatini topsak nechi bo'ladi? 178 ni 2 ga bo'lishimiz kerak. Keyin 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. 267. To'g'rimi? Endi k ga g 9 ta kami 10 ta kani topishim kerak. 10 ko'paytiruv 267, 2670 bo'lgan. Bu unga o'xshash masala 2025-yil 1-marta noyabr oyiga kelgandi. 2024 ekan. 25 ham emas. 24 kelgandi. Tushunarlimi hammaga? Modul 2 da kelgan. Ko'pchilik yecholmadi shu masalani. Cheksiz ko'p yechimga egami? Bo'ldi. Ikkita funksiya bitta narsa. Chunki koordinata tekisligida ismi o'chishadi. 0,9 nuqta qayerdan olindi? Mana funksiya 0,9 nuqtadan o'tyapti-ku. Bu narsa berilgan o'zi. 0 qo'ysangiz 9, 3 qo'ysangiz 7. Sizlar qiynalmasligingiz uchun doim SAT bizga hozir ikkita nuqta kerakmi? Qiynalmasligingiz uchun o'sha narsani atayin ko'rsatib qo'yadi. Mana o'chirib tashsam ham ikkita nuqtani bo'yab ko'rsatib qo'ygan. Mana. Yuzi qiynalmasin degan maqsadda. SAT savollari borgan sari qiyinlashgani yo'q. Bizning testlarimiz qiyinlashib ketyapti. SAT imtihoni o'sha eski formatda oson. Qiyin emas imtihon. Faqat testlarimiz qiyinlashgan to'g'ri hozir. Oldingilarga nisbatan. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi masalaga qaraymiz. Mana shu masalaga kim menga qisqa metrajli yechim beradi? Osongina. Masala Vertex forumga tushadi. Yozamiz yechimini. Yechganlar bo'lsa skrinshot qilib tashlasin, ko'raman. Yechim. Yaxshi.
Yaxshi, yaxshi. Qaraymiz bo'lmasa. Funksiya kvadrat funksiya ekan. Koordinata tekisligida vertex bizani kvadrat funksiyamizni uchi 7 minus 14 nuqtada minusda. Shunda fx funksiyani yozaman. A ko'paytiruv x plus 7 ning kvadrati plusdan 14 deyman. Va bizani funksiyamiz pass through degani orqali o'tmoq. Pass degan so'zimiz o'tmoq. Through degan orqali. Qaysi nuqta orqali desa, minus 4 minus 31 nuqta orqali. Bu a'ni topib ol deganga ishora qilyapti. A ko'paytiruv minus 4 plus 7 ning kvadrati plus 14 barobar minus 31. Xo'p, 7 dan 4 ketsa 3 9 a barobar minus 45. A ning qiymati minus 5 bo'lyapti. Fx funksiyani osongina topdik. Minus 5x plus 7 ning kvadrati plus 14 ekan. Endi bizani funksiyamizni y-intercept bu y o'qini kesib o'tishi. Funksiyamizda y o'qini kesib o'tishi. X ga 0 qo'yaman. Minus 5 ko'paytiruv 49 plus 14 mana shu a ga teng ekan. Endi grafiki 3fx funksiya. 3fx funksiya qanaqa bo'ladi desa 3 ga ko'paytiraman. Minus 15x plus 7 ning kvadrati plusdan 42. Buni y o'qini kesib o'tish nuqtasi 0 B nuqtada. 0 ni qo'yamiz. Minus 15 ko'paytiruv 49 plusdan 42. Mana bu B ga teng ekan. Endi bizadan so'rayotgan narsa nima bo'ladi? Pozitiv degani musbat. Difference degani ayirmasi. Musbat ayirmasi nimaga teng bo'ladi? O'rtasida. Nimalar o'rtasida desa, A bilan B o'rtasida. Tushunarli? Endi modulda A minus B nimaga teng deyapti? A ning qiymati bizada minus 5 ko'paytiruv 49 plus 14 plus 15 ko'paytiruv 49 buni esa minus 42 bo'ladi. 10 ko'paytiruv 49 minus 28. 490 minusdan 28. 462 deganlar masalaga to'g'ri yechim qilganlar bo'ladi. Bu imtihon darajasiga nisbatan oladigan bo'lsak, savollarga nisbatan qiyin masala aslida. Vertex forumga tushadi. 2 marta qo'llash kerak. Bir fx uchun, bir 3fx uchun. Keyin ayirib tashlash kerak. Qiyin masala, oddiy emas. Endi hop mana shu masalani biz Desmosda ham ko'ramiz. Qarangizlar. Ekranni sizlarga ulashaman. Mana. Bizani funksiyamiz bor ekan. Birinchi plusni bosaman. Table'ni tanlayman. Mana. Qaysi nuqtalardan o'tadi? Minus 4 minus 31. Mana. Yozdim. Pastga qarang, x1 y1 bo'lyapti. Desmos o'zi x1 y1 menga tavsiya berdi. X y emas. Y1 deyman, barobar demayman, tilde belgisi. Shift bilan tildani tanlayman. A ko'paytiruv 3 bor-ku, minus 7 14. x1 plusdan 14 ning kvadrati. Kvadratni qayerdan olaman? Pastga tushaman, keyboardda. A kvadrat ustiga bosaman. Plusdan x0 7 ga teng. Y0 14 bo'ladi. Mana. A ni qiymati minus 5 ligi kelib chiqyapti. Xo'p, endi biza fx funksiyani topib oldikmi? Bu yoqqa yozaman. A ni qiymati minus 5, x plus 7 ning kvadrati plusdan 14. To'g'rimi? F 0 qiymatini top deyman. Mana chiqdi. Endi 3fx funksiyani ekranga chizmaysizlar. Ekranga mana shu Desmosga o'tgan payti hech narsani bosmaysizlar, iloji bo'lsa faqat qarab turingizlar.
Har safar aytiladi bu narsa, lekin qilmaysizlar shu narsani. Qarang, xohlasangiz sразу yozing. Xohlasangiz 3fx funksiyani topib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yana ekranga chizmaymiz. Madina akkauntidan yozyapti. Muxlisa Mamatova. Ekranga teginmay turinglar, ozgina sabr qilib turinglar. Qarang. Xohlasangiz mana sразу javobini chiqarib beradi. F0 ni top deysiz. F0 modul yozmoqchi bo'lsangiz, mana modul F0 mana ayiraman 3F0. Mana 462 chiqadi. Ko'rdingizlarmi? Ekranga chizmaysizlar. Bittada yozib ketsangizlar bo'ladi. Tushunarlimi hammaga? Hozir ko'rinmay qoldi. Mana bu ekranga kimdir chizib tashladi. Qarangizlar, o'zingiz uchun bitta skrinshot qilib olsangizlar ham bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Mana. Bu yerda A, B, S misol uchun sonning modulini hisoblab beradi. -10 ning moduli nima desa, mana -1 ning moduli nima desa 1 chiqaradi. -100 ning moduli necha desa, mana 100 chiqaradi. Biz ham mana bu yerda funksiyani tuzib oldik. Mendan so'rayapti F0 -3F0 ni qiymatini so'rayapti. Xohlasangiz alohida yozing. Buni qanaqadir A o'zgaruvchiga olasiz, F0 dagi qiymatni olasiz mana. Buni B o'zgaruvchiga olasiz, 3F0 dagi qiymat mana. Endi A dan B'ni ayirib tashlasangiz ham bo'ladi. Bu yerda faqat 3 ta amal bajargan bo'lasizda. Undan ko'ra bittada yozgan yaxshi emasmi? Sразу mana modul F0 ayiraman 3F0. Mana bittada chiqadi bir qatorda. Bu osonroq. Tushunarli bo'ldimi? Yo, Desmos iloji boricha kompyuterdan foydalanishga harakat qilinglar. YouTube o'zi ozgina orqada qoladi. X, Y tablisani tanlaysiz. Chap tomonda table turibdi-ku, plusni bosasiz. Xo'p, keyingi masalaga qaraymiz bo'lmasa. 8-savol. Berilgan tenglamada. Berilgan tenglamada K pozitiv konstanta, musbat son.
The product of degan so'zimiz ko'paytmasi. Ko'paytmasi solutions yechimlar. Tenglamada 154 ga teng. Nima bo'ladi? Value qiymat of k. K ning qiymati nimaga teng deb masalamizga shart qo'yibdi. Ko'paytma 0 bo'lish uchun har bitta ko'paytuvchini 0 ga tenglashim kerak. 5x plusdan 11 barobar 0 minus 11 taqsim 5. Bu birinchisi. X plus 5k plusdan 10 da ham 0 ga tenglasam x 2 bo'ladi. Minusdan 5k plus 10 bo'ladi. X minusdan 5k plus 10 ni 0 ga tenglasam x 3 chiqadi. 5k plusdan 10 bo'ladi. Endi yechimlar ko'paytmasi 154 ekan. X1, X2, X3. Minus 11 taqsim 5 ko'paytiraman. Ko'paytirsam minus 1. 5k plusdan 10 bo'ladi barobar 154. Xo'p, endi minus bilan minus plus bo'lib ketadi. 5k plusdan 10 barobar 154 ko'paytiruv 5 bo'laman 11 bo'lyapti. Bu bilan bu qisqarsa 14. 5 kara 14 qolyapti. 5k plusdan 10 70. 60 bo'ladi. Kning qiymati 12 ga teng bo'lar ekan. Javob 12 bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, 9-chi masala. Mana shu savol dekabr oyida ham imtihonga tushdi. Kim kirgan bo'lsa. Faqat sonlar o'zgardi. Dekabr shu oxirgi ekzamda, undan oldin ham ko'p kelgan. Bir qo'yib yuborardik eslingizda bo'lsa. Funksiyalar f bilan g berilgan. Fx ga gx ko'paytirsak, mana shu songa teng ekan. F1 ga J1 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 1720 bo'lar ekan bu holatda. Bu tomonga F1 topsak 8, 250 minusdan K bo'ladi. J1. Bir qo'yib yubordik. Endi F1 ga J1 ni ko'paytirsak, 8 ko'paytiruv 250 minus K bo'ldi. Ikkalasini tenglayverasiz. 8 ko'paytiruv 250 minusdan K barobar 1720 ga teng bo'ladi. 1720 8 ga bo'lasiz. 215. K ning qiymati minus 35 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? O'ninchi masala. Bu yerda 35 ketganmi? Menda nima manfiy chiqdi bo'lmasa? Xo'p, bir qo'ysak 8 250 minus K 1720. Mana bu. Musbat bo'lar ekan. 35 bo'ladi. Hisob kitobda adashibmiz. Xohlasangiz ayniyat qilib ishlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Eng osoni shu bir qo'yib tenglab qo'yish. Ikkalasi bir xil. Yana qaytaraman. Dekabr oyiga mana shu savol tushdi. Faqat soni o'zgarib keladi. Eng yomon ko'rgan savolim nimaga bir qo'yildi deydi. Nimaga bir qo'yildi deydi. Endi qarang. Ikkita bir xil narsa. Mana bu fx, mana bu gx. Misol uchun fx funksiyangiz nima turibdi?
qanaqadir x turibdi. Gx funksiyangiz qanaqadir x kvadrat plus 1 turibdi. Fx ga gx ko'payadigan bo'lsa, x ko'paytiruv x kvadrat plus 1 deb yozib qo'yilgan. To'g'rimi? Endi mana shundan f1 ko'paytiruv j1 nimaga teng desa, 1 ko'paytiruv 2 bo'ladimi? Bunga 1 qo'yadigan bo'lsam 1, bunga 1 qo'yadigan bo'lsam 2 bo'ladi. O'sha narsada bir xil narsani aylantiryapmiz biz. Bir xil narsani aylantiryapmiz. Tushunyapsizmi? Buni hozir ayniyat qilib yechadigan bo'lsak, vaqtimiz ketib qoladi ko'proq. Shu vaqtdan yutish uchun ham shunaqa qilyapmiz. Yaxshi. Xo'p, 10-masala. Exponential function, darajali funksiya. Darajali funksiya value, qiymati. F3 ning qiymati k ga teng. Sizga demak qanaqadir darajali funksiya berilgan mana shunaqa ko'rinishda. Funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak, k ga teng ekan. Bu yerda k bir son. Quyidagilardan qaysi biri equivalent forms? Equivalent forms degani teng ko'rinishlar. Teng ko'rinishlar. Of the function, funksiyaning teng ko'rinishlari bizga ko'rsatib beradi. Ko'rsatmoq. Value, qiymat. Nimaning qiymati desa, k ning qiymatini bizga koeffitsient yoki asos sifatida ko'rsatib beradi. Koeffitsient yoki asos. Ya'ni yana qaytaraman. Biza funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak yoki a ga teng bo'lishi kerak. Bu nima sifatida? Koeffitsient sifatida yoki 3 qo'yganimizda bu b ga teng bo'lib qolishi kerak, asos sifatida. Mana. Tushunarlimi? Endi birinchi bu yerda A, B, C, D hammasi bir xil. Oxir mana buni soddalashtiradigan bo'lsangiz to'rtta javobdi. Mana shu to'rtta javob bir-biriga teng, bitta funksiya. Mana shu narsaga e'tibor bering, chunki masala shartida ekvivalent forms deyapti. A javobda funksiyaga 1 qo'yadigan bo'lsam, 3 ko'paytiraman, 4 ko'paytiruv 4 ning kvadrati. To'g'rimi? Menda yoki buni mana bunaqa deb yozaylik. Birinchisi fx funksiyani 3 ko'paytiruv 4 darajasi x plus 2 deb. Shunda funksiyaga 1 qo'yadigan bo'lsak, 3 ko'paytiraman 4 ning funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak. Funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3 ko'paytiruv 4 ning kubi bo'lyapti. 3 ko'paytiruv 4 ning 5-chisi bo'lyapti. Menda qolish kerak yoki koeffitsient yoki asos qolib ketsa, javobda o'sha to'g'ri bo'ladi. Bu xato ekan. B javobda fx funksiya 3072 ko'paytiruv 4 darajasi x minus 3. Funksiyaga 3 qo'ysam, funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsam 3072. 3072 koeffitsient sifatida kelyaptimi? Demak, to'g'ri javob B varianti bo'lar ekan. C da funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak, 12 ko'paytiruv 4 ning 4-chisi bo'lyapti, bo'lmaydi. Bunda funksiyaga 3 qo'yadigan bo'lsak, 768 ko'paytiruv 4 taqsim 4 ning 0-chisi bo'lib qolyapti. Ko'paytiruv 4 ning 0-chisi. Bizda toza qolish kerak. Soddalashtirmagan holatda mana ishlayapmiz. Bitta mana bu koeffitsient sifatida qolib ketyapti. B javob. Tushunarli-a?
Yana tushuntiraman. Soddalashtirmang bu funksiyalarni. Soddalashtirish kerak emas. Turgan holatda men 4 bo'lgani uchun 4 ni chiqarib qo'ydim. Boshqa son bo'lganda 4 darajaga chiqarmasdim. Soddalashtirmang. Oxirgi holatda mana bu qolyaptimi? 3072 funksiyaga 3 qo'ysangiz, koeffitsient sifatida turibdi-ku. Soddalashtirmaymiz. Keyingi masala 11. Expression ifoda equivalent to degan so'zimiz teng ekan. Bizani ifodamiz mana shunga teng. Bu yerda k bir son. Nima bo'ladi? Qiymati qani? Endi hop x ning 24-si x minus 7 taqsim 3, 7x ning 24-si taqsim 3, x ning qayinchisi taqsim 3 bo'lyapti. Shularga javob bersak bo'ladi. X ning 24-si minus 7x ning 24-si plus 7x ning 24-si x ning qayinchisi bo'lyapti. X darajasi k, x darajasi 24. K ning qiymati 24 ga teng bo'lar ekan. 25 ekan, uzr. Mana ko'paytirsak 25 bo'ladi ekan. Shunday o'zgartirib qo'yamiz. 25 bo'ladi. Mana bu ham 25. Nima 24 yozib tashlab, bunisi 27 ekan. Shunday o'chirib tashlaylik, boshdan xato ketgan ekan. X ning 25-si 7x ning 7x ning 27-si plus 7x ning 27-si x ning qayinchisi bo'lyapti. Endi qisqarib ketadi. Bo'ldi. Keyingi masala. Funksiya defined by aniqlangan. Funksiyangga k plus 6 qo'yadigan bo'lsang, x o'rniga 0 ga teng. Bu degani hamma x larni o'rniga k plus 6 qo'yib chiq degani. Hammasiga. K plus 6 plus 7, k plus 6 minus 3 barobar 0. Bu 0 bo'lishi uchun sur'atni o'zi 0 ga teng bo'lishi yetarli. 2 ko'paytiruv k plus 6 minus 8 0 bo'ladi. 2k plus 12 minus 8 barobar 0 bo'ladi. 2k ning qiymati minus 4, k ning qiymati minus 2 ga teng bo'lar ekan. 10 nimasi xato bo'ldi? 10 ga qaytdik. 10 yaxshimi? 10 xato bo'lgani yo'q. Xo'p, 13-chi masalaga qaraymiz. 13ta javobini aytingizlarchi birdan. 13ta aytamiz birdan qaramasdan. Yana adashyapmiz. Yaxshilab o'ylab ko'ramiz. Yozamiz javobini. Hamma yozsin.
bir tekis hamma bmi? Boshqa variant ham bo'lyapti. B, C, D hamma variant bo'lib ketdi-ku. Darsda ko'ringizlar, yana qaytaraman. 1921 test. Oddiy narsa-ku, nimaga adashyapmiz yana? Oddiy narsa. Funksiya f bilan g defined by aniqlangan. Funksiya aniqlangan berilgan tenglamalar orqali. Masalada shart bergan. Bu yerda x'ing katta yoki teng 0 degan sharti bor. Which of the following quyidagilardan qaysi biri tenglamalar bizga display ko'rsatib beradi? Konstant yoki koeffitsient sifatida maximum value of the function. Funksiyaning maksimum qiymatini. Fx yana qaytaraman. A b darajasi x plus c. A bu yerda koeffitsient, b bu yerda asos, c bu yerda konstanta qanaqadir o'zgarmas son. Endi bizga aytyapti, seni funksiyaning maksimum qiymati konstanta bo'lsin, c ga teng bo'lsin yoki koeffitsient bo'lsin yoki a bo'lishi kerak yoki c bo'lishi kerak. Endi birinchi holatni qaraymiz. Fx funksiya 19 ko'paytiruv 0,74 darajasi x plus 43. Endi funksiya asosi 0 1 oralig'ida bo'lgani uchun buning maksimum qiymati 0 da erishiladi. 0 bo'lganda o'zining maksimum qiymati 19 plus 43. Na koeffitsient qolib ketdi, na o'zgarmasdan qolib ketdi. Bo'lmaydi bir. Ikkinchi holatda gx funksiya 7 ko'paytiruv 0,98 darajasi x. Funksiya asosi 0 1 oralig'ida bo'lgani uchun funksiya 0 da o'zining maksimum qiymatiga erishadi. 7 ga erishadi. 7 ga qarayman, bu koeffitsient sifatida kelyaptimi? To'g'ri javob B bo'ladi. Agarda A variantda maksimum qiymati 19 yoki 43 bo'lganda edi, yo bu yoki bu maksimum qiymati bo'lganda qabul qilardik, lekin bo'lmayapti. Shuning uchun B javob bo'ladi. Tushunarlimi? Oddiy narsaga nimaga adashamiz? Nimaga bir qo'ydik? Nimaga ikki qo'ymadik? Qarang, mana yana tushuntiraman. Funksiya aytaylik, ikkinchi 7 ko'paytiruv 0,98 darajasi x. Mana bu x fx. 0 qo'ydingiz 7 bo'ldi. 1 qo'ydingiz 7 ko'paytiruv 0,98 bo'ldi. Kamayib ketaveryapti. 2 qo'ydingiz 7 0,98 ning kvadrati. Fx funksiya tobora kamayib ketyaptimi? Qachon maksimumga erishadi? Faqat 0 da. Faqat 0 da. Tushunyapsizmi? Asos chunki 0 1 oraliq bo'lgani uchun. Birinchisida asos, ya'ni koeffitsient plus mana bu a plus b ga teng bo'lib qoldi, max qiymat. Ya'ni koeffitsient bilan konstantani yig'indisiga a plus c ga demoqchi edim. Bu bo'lmaydi. Yo a ga yoki c ga teng bo'lishi kerak. Birinchisi ham kamayuvchi bo'lgani uchun faqat 0 da maksimum qiymat bo'ladi. Qo'shganda o'sha sonlarni yo'q, qo'shganda o'sha sonlarni bersam olmaysiz. Mabodo qo'shib qo'ygizda bo'lmaydi. Yoki mana bu bo'lishi kerak yoki bu bo'lishi kerak. Max qiymat so'rayapti. Konstanta yoki koeffitsient bo'lsin deyapti. Bittasi bo'lib qolishi kerak. Mana bunda konkret bo'lyapti-ku, 7 bo'lyapti-ku maksimum qiymat. Bo'ldi, olamiz. Tushunarlimi?
ikki ko'paytiruv ikki to'rtligini har safar o'rganib ketyapmiz. Har safar shunaqa savol beradi. Bu degan dars ko'rmayapsiz. Dars ko'rsangizda bunaqa savollar bo'lmaydi. 1921 ko'rib, o'rganib chiqing. Yopiq kanalga 1921 deb yozsangiz chiqadi, testi ham, videosi ham. Ana shunda imtihonga tushgan har qanday turdagi savollarni hammasini tushuntirib o'tganman. Xo'p, keyingi 14-masala. Zerikib qolmadimi hech kim? Yaxshi. Xo'p, ustozlar yana savol bo'lyapti. Attestatsiya topshirishim kerak, attestatsiya o'qishim kerak degan. Ikki marta yiqildim deydi bir xil aytadi. Yana qaytaraman. Mana shuni yaxshilab eplang. Sizga yana qaytaraman. 300 ming qo'shilgani yaxshimi, 2-3 million qo'shilgani yaxshimi? O'sha gap. Borabsizmi imtihonga, siz katta ehtimol bilan o'tolmaslik, endi o'tib ketdingki, o'tolmaslik ehtimolingiz baribir yuqori. Ayniqsa yuqoriroq toifalarga. Oldin mana buni qoyillating. Bir xilla milliy topshirishim kerak deydi. Yana qaytaraman, siz SAT olsangiz milliy kerak emas sizga. Milliyni ustamasi 20%. 2 yilga beriladi. Bu 50%. Siz hozir milliy olib qo'ygingiz bilan erta bir kun SAT oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, bu chiziladi, bu to'lamaydi bunga. Yuqorisiga to'laydi, mana bunga to'laydi. Ozgina tushuningizlar. Milliy topshirishim kerak deydi. Mayli, topshiravering. Agar qo'lingizdan kelsa ikkalasini ham o'qing, bo'lmasa bittasini ishlash kerak. Sizga har tomonlama plyus olib keladigan mana bu. Milliy toifani ko'tarmaydi, matematikani yopib beradi. B plus olsangiz kamida. Hamma narsaga birdan tarmashish yaxshi narsa emasda, bittasini qoyillating. Agar haqiqatdan ulguraman desangiz, mayli o'qing, qarshi emasman. Bittasini qoyillatish kerakda. Uni ham chala qilib, buni ham chala qilib kerak emas unaqa o'qish. Hali SATniki aniq emas. Imtiyoz bor yoki yo'qligi. 14-masalaga qaraymiz. Bir to'plam bir to'plamda chuqurlashtirilgan matematika faqat O'zbekistonda majbur, hayotni qiyinlashtiryapti. Hayotni endi hayot qiyinlashtiryaptimi yo'qmi bilmadim-ku. Bizani testlar baribir hisob-kitobga yo'naltirilgan. Faqat hisob-kitobga, boshqa narsa emas. Ochig'ida bu hayotiymi yoki qanaqadir hayotga plus narsalari yo'q. Nimadandir nima keltirib chiqaraverish kerak, aylantirish kerak, aylantirish kerak, aylantirish kerak. Algebrasi ham shu, geometriyasi ham shu. Bilasizlar o'zingiz, to'g'rimi? Realniy hayotga bir tatbiq qiladigan deyarli test yo'q ichida. To'plamda uchta ketma-ket kelgan tog' sonlar. Ovoz yaxshimi hamada? Uchta ketma-ket tog' sonlar. Bu yerda sonlar
order tartiblangan. Tartiblangan. Qanaqa desa, kichigidan kattasigacha. Kichigidan kattasigacha. Endi the first integer, birinchi butun son. Birinchi butun son represented by degani ifodalandi. K. Birinchi butun son k bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi k plus 2, k plus 4, k plus 6. Ketma-ket kelgan toq sonlar deyapti. 2 ga farq qiladi. Endi the product of, bu ko'paytmasi degan ma'noni beradi. Ko'paytmasi 17 va the second odd integer, ikkinchi toq son. 17 bilan ikkinchi toq sonning ko'paytmasi to'plamda ko'pi bilan ko'pi bilan 40 ga less than, kichik. Ko'pi bilan 40 ga kichik. The sum of, yig'indisi. Yig'indisi. Birinchi va uchinchi toq sonlar. Birinchi va uchinchi toq sonlar. Toq sonlar. Bizdan so'rayapti, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Eng katta. Eng katta. Eng katta possible, mumkin bo'lgan value nimaga teng? Qiymat. Qarang. Masalada 17 va ikkinchi toq son ko'paytmasi ko'pi bilan 40 ga kichik. The sum of, yig'indisi. Nimalarning yig'indisi? Birinchi va uchinchi toq sonning yig'indisidan 40 ga kichik, ko'pi bilan. Maksimum shunaqa shart bajarish kerak. 17k plusdan 34 kichik yoki teng 2k minus 36. 15k kichik yoki teng 36 34 minus 70. K kichik yoki teng minus 70 da 15 ga bo'lishim kerak. Bu nechaga teng bo'ladi? 5 ga bo'lsak minus 14 taqsim 3. 14 ni 3 ga bo'lsak necha? 14 ni 3 ga bo'lsak minus 4,666 ga hokazo ketyapti. K kichik yoki teng minus 4,666. K 90. Endi K ning maksimum qiymati nimaga teng bo'ladi desa, minus 5 ga teng bo'ladi deymiz. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Savollar bormi? Kimda qanaqa savol bor?
Funksiya aniqlangan berilgan tenglama orqali. Bizani gx funksiyamiz 8 ko'paytiruv x minus d, x minus y, x minus f. Bu yerda d, f'lar distinct degan so'zimiz turli sonlar. Turli xildagi sonlar. Endi agarda bizani x'imiz, mana bu x'imiz d bilan f orasida bo'lib qoladigan bo'lsa, tasavvur qiling, siz intervalda d bilan f orasidan birorta son oldingiz, mana shu oralikda bizani funksiyamiz pozitiv, musbat. Bu degani gx musbat. Mana shu oralikda deyapti. Endi koordinata son o'qini chizadigan bo'lsak, mana buni d deyman, mana buni i deyman, mana buni f deyman. Mana bu yer plus bo'ladigan bo'lsa, chunki agar x demay mana bu oralikdan tanlaydigan bo'lsam, d bilan i'niz doim musbat deyapti. Shuning uchun mana bu musbat qo'yib oldim. Minus plus minus bo'ladi. Endi gx funksiya koordinata tekisligida bor ekan, point nuqta. Qanaqa nuqta? P bilan Q degan nuqta bor ekan. Bu yerda P va Q'lar sonlar. Endi qanaqadir P bilan Q nuqta olinibdi. Funksiyaga tegishli bo'lgan. Agar funksiyaga P ni qo'yadigan bo'lsak, Q ning qiymati 7 ekan. Mana funksiyaga P ni qo'ydik. Bu degani 8 ko'paytiruv P minus D, P minus I, P minus F. Mana shu 7 ekan. 7 degani Y musbat degani. Ya'ni Gx funksiya musbat. Chunki u 7 ga tengda. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi mumkin deb masalaga shart qo'yibdi. Biza shunaqangi P bilan Q nuqtani olyapmiz. Funksiyaga demak P ni qo'yadigan bo'lsak, Q chiqdi. Q 0 dan katta bo'ldi. 0 dan katta bo'lsa, demak P mana bu oralikda tushishi kerak yoki mana bu oralikda bo'lib qolishi kerak. Bu degani P bu oralikda bo'lishi kerak yoki P F dan katta bo'lishi kerak. Shundagina musbat bo'ladi. Chunki funksiya mana shu oralikda musbat qiymatlarni qabul qilyapti. Endi birinchi sharti P i dan katta bo'lishi kerak. Yo'q, bu aniq emas, chunki mana bu yerda manfiy degan qiymatlar ham bor bizada. Mana manfiy degan. Shuning uchun birda olib tashlaymiz. P i dan katta bo'ladigan bo'lsa. Chunki katta sonlar i dan o'ng tomonda bo'ladi. P d dan kichkina bo'lishi kerak. Yo'q, manfiy bo'lib qoladi. Mabodo P mana bu oralikqa tushadigan bo'lsa, F bilan i ni bunda ham manfiy bo'lib qolyapmi? P i dan katta, P d dan katta. Mana bu oralikda F bilan i 3 bo'lmas ekan. Bizada keyin yana bitta narsaga e'tibor bering. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi mumkin deyapti. To'g'ri bo'lishi shart demagan. Birinchi shartda P i dan katta bo'lishi kerak. P i dan katta bo'lganda to'g'ri, mana bu yerda yechim yo'q, qizil hudud, lekin F yechim bor. Qisman mana buni to'g'ri deb qabul qilishimiz mumkin. P d dan katta bo'lishi kerak. D dan katta bo'ladigan bo'lsa, D bilan E ni o'rtasida ham yechim bor. Lekin F bilan E ni o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, mana bu qiymat o'rinli bo'lmaydi. Xo'p, savol bo'lyapti. Nimaga F o'ngda turibdi deyapti. Mana bu yerda mana shu oraliq degani uchun buni avtomatik bilaman. D bilan F D dan katta. Mana bu yerda xato ketib qolibdi chizma. Chizma xato ketibdi. Bitta qaytamiz. Chunki mana bu ketma-ket kelgan ekan. Mana bu D, mana bu F ekan. Mana bu D, mana bu F. Endi mana buni bitta I deylik.
Ha, endi qarang. Chunki mana buni xato yozib ketib qolibman. Mana bu yer hamisha plus deyapti. Demak, mana bu yer minus bo'ladi, bu yer plus bo'ladi. Intervalda ishora almashadi. Bu yer ham minus. Endi biza p bilan q qanaqadir nuqta oldik, funksiyaga p ni berdik, q 0 dan katta bo'ldi. 0 dan katta bo'lish uchun mana bu hududda bo'lish kerak yoki mana bu hududda bo'lish kerak. Bu degani bizani p d bilan f da orasida bo'lish kerak yoki p i dan katta bo'lish kerak. Shunda plus bo'ladi. Mana bu to'g'ri bo'ladi. Xo'p, p d dan kichkina bo'lishi kerak. P D'dan kichkina bo'lganda faqat manfiy bo'lyapti. E'tibor qiling mana. D'dan kichkina sonlarda. Bu umuman to'g'ri kelmaydi. F bilan I ni orasiga ham umuman to'g'ri kelmaydi. Bu yer hamcha manfiy hudud. Bu ham ketdi. To'g'ri javob A variantga mos kelar ekan. Endi savol tug'iladi. Nimaga I D bilan F ga nisbatan o'ng tomonda turibdi? Agar men F ni bu yerga joylashtirmoqchi bo'lsam, I ni mana bu yer D, mana bu yer F. Intervallarga e'tibor qiling. Plus, minus, plus, minus bo'lib qoldi. Masala shartida mana bu yer musbat degan, lekin endi manfiy bo'lib qoldi. Ziddiyat bo'lyaptimi? I ni D bilan F ni o'rtasiga qo'ya olmayman, chunki bu aniq oraliq ko'rsatilgan. Agar mana bu yerga I ni joylashtirsam, masalan, noto'g'ri bo'ladi-da. Shuning uchun ham bundan xulosa qilishim mumkin. Bu yer musbat ekanligidan D bilan F dan keyin I joylashishi kerak. Undan keyin joylashib qoladigan bo'lsa, shartga to'g'ri kelmay qoladi. Oddiygina mana misol sifatida tushuntiradigan bo'lsam, x plus 2, x minus 4, x minus 6. Mana shuni katta yu kichik 0 ishlab ber desa nima qilardik? Nuqtalarni olaylik, minus 2, 4, 6. Plus deymiz, minus deymiz, plus minus deymiz. Chunki 6 dan katta sonlarda doim plus bo'ladi. Ishora almashadi, minus 2, 4 ham plus bo'ladi. Bu degani 6 dan katta ixtiyoriy sonni integralga olib borib qo'y, har doim musbat bo'ladi degani. Yoki minus 2 yu 4 oraliqdagi sonni ixtiyorini olib borib qo'y, doim musbat bo'ladi. Tenglik bajariladi degani. Nechanchi sinf? Intervallar nechinchi sinfda o'tiladi? 8-sinfdami yo 9dami? Adashmasam 8-sinfda edi. Oson narsa-ku, bu oddiy interval 8-sinf. Prosta mana bu yerda harfni ko'paytirib, sizni miyangizga uje masalani qiyin qilib ko'rsatyapti. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda bir nechta harflarni ko'paytirib, masalani bo'rttirib, qanaqadir qiyin darajaga ko'rsatmoqchi sizga. Tushunarlimi? Harflarni o'rniga son qo'ymang, chalkashib ketasiz. O'zi bir qator narsa. Mana, bular hammasini o'chiraman. Intervallarni tushundingiz. Endi qarang. Mana bularni o'chirdim. Bular kerak emas. Shu tushunishingiz uchun maydalab, maksimal maydalab yozyapman. X minus D, X minus Y, X minus F. Endi mana bu yerda D bor. Yo, bizada D bilan F oraliqda funksiya pozitiv debdi. Mana bu yerda D bor. Mana bu yerda F bor. Mana shu oraliq. Endi mana bu yerda I bor deb tasavvur qiling mana. Intervallardan keladigan bo'lsak, o'ng tomon doim plus bo'ladi. Mana bu yer plus deb aytilgan. Mana bu yer minus, mana bu yer plus. Bu yer hamcha plus bo'lish kerak o'zi. Bu yer plus bo'lish kerak. Mos tushyapti, bu ham plus bo'lyapti. Demak, mana bu ikki chekka minus bo'ladi. Mana bu minus bo'ladi. Bundan xulosa qilishim mumkin. Menda funksiya qanaqadir p bilan q nuqta olinganda y ni qiymati 7 chiqyapti, q ni qiymati. Demak, musbat ekan. Musbat bo'lish uchun q qayerda bo'lish kerak? Q mana bu oraliqqa tushib qolish kerak yoki q bu tomonda bo'lish kerak.
Tushunyapsizmi? P demoqchi edim. Qo deyapman. Bu y ku. P mana bu oralikda bo'lishi kerak x yoki mana bu oraliq, mana bu tomonda bo'lishi kerak p ning qiymati. Chunki funksiyaga p ni qo'yadigan bo'lsak, 7 ga teng bo'lyapti, 0 dan kattami? Bundan xulosa qilishim mumkin. P d bilan f ni o'rnida yoki p i dan katta bo'lishi kerak. I ni o'ng tomoni bo'yalgani uchun. Faqat birinchisi to'g'ri bo'ladi. Oddiy narsa, silishkim oddiy. Endi i'ni nimaga o'ng tomondan olyapsiz deyapti. Mana i'ni yana bu yoqqa qaytaraman. Agar i'ni bu yoqqa qo'yadigan bo'lsam, d bilan f o'zi ketma-ketlik berilgan buziladi. Qarang. Intervallarda bu yer plus bilan boshlanishi kerak. Minus plus minus ziddiyat bo'lib qolyapti mana. Bu yer musbat bo'lishi kerak edi. Shuning uchun i doim o'ng tomonda turishi kerak. Son qo'ymang. Son qo'ysangiz chalkashib bitasiz. O'zi oddiy yechim turibdi-ku. Intervallarni esdan chiqarib qo'yganmiz ustozlar. Takrorlaymiz o'quvchilar. Bu 8-sinf emas. Xo'p, keyingi masala. Berilgan funksiya uchun men sizlarga yana qaytaraman. Son qo'yib eng sodda yechimni ko'rsatib beryapman. Eng sodda. Bundan soddasi yo'q. Agar bundan ham soddasi bo'ladigan bo'lsa, guruhga tashlasangizlar, ko'raman, ma'qul kelsa o'sha yechimingizni taqdim etaman. Bundan soddasi bo'lmaydi, men sizga aytyapman. Masala bo'ladigan bo'lsa, eng sodda yechimni berib ketyapman sizlarga. Hozir siz bitta-bitta son qo'yib, tekshirib, vaqt yutkazib qo'yasiz. Son qo'yib ishlash tavsiya bermayman bunda. U son qo'yishda o'zini tushadigan misoli bor, tushmaydigan misoli bor. Berilgan funksiya uchun bu yerda bu boshqachasi. U examga boshqacha variantiga ekan, bu boshqachasi. E'tibor bering. A va Blar butun sonlar. Butun sonlar. Funksiyaga -21 qo'ysak 0 dan katta, -15 qo'ysak 0 dan katta, 18 qo'ysak 0 dan kichkina nima bo'ladi? One possible, bir mumkin bo'lgan. Bir mumkin bo'lgan value qiymat nimaga teng bo'ladi? A plus B ning debdi. Buni biza grafik chizib ishlagandik, to'g'rimi? Parabolani birinchi navbatda OX o'qini kesib o'tish nuqtalarini qaragandik. Minus A bilan minus B da kesib o'tar ekan. Mana shunaqa parabola hosil bo'lyapti. Mana bu minus A, mana bu minus B. A bilan B emas. Endi parabola -21 da funksiyaga -21 qo'ying. Mana 0 dan katta. Demak, OX o'qidan yuqoriga to'g'ri keladi. -18 da 0 dan kichkina. Mana OX o'qidan pastga to'g'ri keladi. Endi -15 da 0 dan katta. -15 y ni bitta ko'radigan bo'lsak, -15 da y 0 dan katta. Demak, bundan xulosa qilishim mumkin. Minus A ning qiymati -21 bilan 18 orasida. Minus B ning qiymati -18 bilan -15 orasida bo'ladi. Tengsizlik turibdi. Tasavvur qiling, mana 5 katta 7 dan. 5 katta 3 dan. Tengsizlikda ikkala tomonni manfiy songa ko'paytirsangiz, tengsizlik qarama-qarshisiga o'zgaradi. -5 -3 dan kichkina bo'ladi. Har doim o'rinli. Endi bizada qo'sh tengsizlik bo'lyapti-ku. Mana buni A ni topib olish uchun -1 ga ko'paytiraveraman. Shunda teskarisiga o'zgaradi. 18A 21 bo'ladi. Buni ham -1 ga ko'paytiraman. 15B 18 bo'ladi. A ni olishi mumkin bo'lgan qiymatlar 19 bilan 20, B ni olishi mumkin bo'lgan qiymatlar 16 bilan 17 mana. Mana bu A ni qiymatlari, bunisi B ni qiymatlari. Endi yig'indi nimaga teng bo'lishi mumkin? 19 plus 16 35 yoki 19 plus 17 36 yoki 20 plus 16 36 ga teng bo'ladi yoki 20 plus 17 37 ga teng bo'ladi. Javoblar 35, 36, 37 bo'ladi. Tushundingizmi? Xohlagan bittasini yozasiz.
Ana shu uchalasidan bittasi to'g'ri. Xohlang 35, xohlang 36, xohlang 37 yozing. Imtihonda kelgan versiyasi qanaqa edi? Fx barobar x minus a x minus b deb keladi va mana bu sonlar musbat bo'lgan. 20 minus 21 emas, 21 minus 15 emas, 15 minus 18 emas, 18 bo'lib kelgan. Bu sal boshqacha versiyasi. Ko'pchilik mana shu masalani javobini manfiy son chiqarib qo'ygan. Aslida buni javobi ham musbat bo'ladi. Imtihonda, examda qilgan xatolar bu sizda ham bo'lgan. Mana shu masalaga ko'pchilik manfiy javob yozgan, to'g'rimi? Manfiy qilganlar bormi? Siz qilgan xatoni chunki oldin boshqalar ham qilgan. Shuning uchun aytyapman. Manfiy javob olganlar ko'p ichimizda. Javob lekin musbat chiqadi. 36 xato dedi. Yo'q, xato demaslik kerak. Nega nega minus 1 ga ko'paytiramiz? Qarang, yana bitta narsa bizaga a plus b kerakda. Lekin masalada minus a minus b turibdi mana bu yerda. Men a bilan b ni topa olishim kerakmi? Topishim uchun manfiyga ko'paytiradigan bo'lsam, qo'sh tengsizlik qarama-qarshisiga o'zgaradi. Mana shunaqa holatda. Oddiygina mana minus 5 kichkina masalan a kichkina nima? Minus 1. Tengsizlikni polni minus 1 ga ko'paytiraversam qarama-qarshi o'zgaradi. Minus 5 deb minus 1 ga ko'paytirsam 5 bo'ladi. Minus 1 da 1 bo'ladi. Endi 1 bu yoqqa o'tadi. Mana. Misol uchun, agar mana bu yer minus a bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer minus a bo'ladigan bo'lsa, yana minus 1 ga ko'paytiring. Minus 1 ga minus 1 1 bo'ladi. A ni o'zi 5 bo'ladi. Tushunarlimi? Nima uchun musbat qilib oldik ustoz deb savol berdi. Hozir shu narsani tushuntirdim-ku. Hozir aytdim, bizadan a plus b ni so'rayapti. Men shuning uchun a bilan b ni topishim kerak. Tushunarlimi? Kim tushunmay qoldi? Tengsizlik xossalarini yaxshi bilmayapmiz. Muammo shunda. Xo'p, 17-masalaga qaraymiz. Yaxshilab. Funksiya f bilan g defined by aniqlangan. Berilgan tenglamalar uchun x katta yoki teng 0. Quyidagilardan qaysi biri tenglamalar bizaga display ko'rsatadi? Ko'rsatmoq. O'sha eski masala. Konstant yoki koeffitsient sifatida maksimum value. Max qiymatini konstant yoki koeffitsient sifatida ko'rsatadi. Qarang. Birinchi holat uchun yana aytaman, fx a ko'paytiruv b darajasi x konstantda degan narsa yo'q. Bor ekan plussi deylik. Bo'ladi plussi degan narsa yo'q ekan. A bu yerda koeffitsient, b bu yerda base asos, c o'zgarmas son edi. To'g'rimi? Birinchi holat uchun
fx barobar 232 0,4 darajasi x plus 2. Asos 0 va 1 oraliqdami? Demak, funksiyani maksimum qiymati bor. X katta yoki teng 0 holati uchun funksiya 0 da o'zining maksimum qiymatiga erishadi. 232 0,4 ning kvadrati bo'lyapti. Endi bunda konstanta degan narsa yo'q, koeffitsient degan narsa bor, lekin afsuski funksiyaning maksimum qiymati 232 ga teng bo'lmadi. Agar koeffitsient sifatida max ga erishganda edi, olardik javob. Lekin mana bu holat bo'ldi bizda. Shuning uchun bir o'yindan chiqib ketadi. Yana qaytaraman, funksiyaning maksimum qiymati koeffitsient yoki konstanta, koeffitsient yoki o'zgarmas son bo'lishi kerak. Bu holatda funksiyani maksimum qiymati 232 ga tengmi degandek gap bo'lyapti. Teng emas. Ko'rsatib berdim. Endi ikkinchi funksiya gx barobar 232 0,4 darajasi x. X katta yoki teng 0 holatda asos 0 va 1 oraliqda bo'lgani uchun funksiyaga 0 qo'yaman. O'zining maksimum qiymati 232 ga ega bo'ldi. 232 koeffitsient sifatida turibdimi? Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. Agar asos bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol mana bu yerga qo'shaversangiz bo'ladi. Bu haqiqatdan 232 koeffitsient sifatida xizmat qilyapti. B javob bo'ladi. 18-chi masala. Jadval bizga give degani bermoq. Jadval bizga berar ekan ikkita qiymati of x va ularga corresponding degani mos kelmoq. Ularga mos keladigan, x larga mos keladigan y qiymatlari bor ekan. Va bizga mana bunaqa bog'lanish berilgan. Seni fx funksiyang chiziqli funksiya deyapti. Bu bilan fx barobar kx plus b degan ishorani beryapti bizga. Endi gx funksiyang qanaqa bo'ladi desa, kx plusdan b plus 5 taqsim x plus 8 bo'ladi. Nima bo'ladi? Y koordinatasi, y o'qini kesib o'tish nuqtasi. Y o'qini kesib o'tishi y koordinatasi nimaga teng bo'ladi? Aynan fx funksiyani so'rayapti. Mana bu ikkita nuqtani ishlatishimiz kerak. 4 qo'yganda 9 funksiyaga 4 qo'yaman. K ko'paytiruv 4 plusdan b plus 5 taqsim 8 ga 4 12. Mana bu 9 bo'lyapti. Endi 2 qo'ysak 0. 2k plusdan b plus 5 taqsim 2 plus 8. 0 ga teng bo'lyapti. Bundan 4k plusdan b plus 5 108. 2k plusdan b plus 5 barobar 0. Ayirib yuboraman. 2k ning qiymati barobar 108, k ning qiymati 54. Bni topish uchun mana buni o'rniga qo'yib yuborsak bo'ldi. 2 ko'paytiruv 54 plusdan 5 plus b barobar 0. B ning qiymati minus 113 bo'lyapti. Endi fx funksiyamda kx plus b deganman, k bor, b bor. Y koordinatasi, y intercept. Y koordinatasi nimaga teng bo'ladi? Minus 113 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? 18-chi masala. 19-chi masala. Which of the following quyidagilardan qaysi biri expression ifoda uchun ko'paytuvchi bo'ladi? X plus 3k. Ko'paytuvchi bo'ladi x plus 3k. Bu yerda k pozitiv integer, musbat son.
Ko'paytuvchi degani ko'paytmasda x plus 3 ga qatnashgan degani. Xuddiki x kvadrat minusdan 5x plus 6 ni bitta ko'paytuvchisi x minus 2 mi? Ikkinchisini qanaqadir tx deydigan bo'lsak. Ko'paytuvchimi? Mana bu uchun ikkinchisini bilib turibmiz x minus 3ligini. Shuni yozdim. Bu degani ikkala tomonga ham 2 ni qo'yadigan bo'lsak, ayniyat bajariladi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi ko'pincha D variantda to'g'ri javob keladi. Tekshirib ko'ramiz D'dan boshlab. 4x kvadrat plusdan 45x plus 27k uchun bitta ko'paytuvchi x plus 3k. Ikkinchisini bilmayman, tx deyman. Endi x o'rniga minus 3k ni qo'yib yuboraman. 4 ko'paytiruv minus 3k ning kvadrati plus 45 ko'paytiruv minus 3k plus 27k barobar 0 bo'lyapti. Nechi bo'ladi? 36k kvadrat minusdan 135k plus 27k barobar 0. 36k kvadrat minusdan 108k 0. K ni chiqarsam 36k minus 108 barobar 0. K bizada pozitiv integer. K 0 dan katta bo'lishi kerak. 36k minus 108 barobar 0. K ning qiymati 3 bo'lyapti. To'g'ri javob D bo'lar ekan. K1 ning qiymati 0 bo'ladi. Bu bo'lmaydi, lekin K2 ning qiymati 3 bo'lyapti. Imtihonda har safar D javobda to'g'ri kelyapti shu masala. Qolganlarni tekshirib ko'ring, bo'lmaydi. Misol uchun, mana birinchi holatni ko'raylik. Birinchi holat. To'rt x kvadrat plusdan 9x plus 27k. Bitta ko'paytuvchisi x plus 3k. Ikkinchisi qo'y x. Endi ikkala tomonga minus 3k ni qo'ysak 0 ga aylanishi kerakmi? 36k kvadrat minusdan 9 o'rniga qo'yadigan bo'lsak 36k plus 27k barobar 0. 36k kvadrat minus 9k barobar 0 bo'lyapti. Endi 9k ni chiqaring. 4k minus 1 barobar 0. K1 ning qiymati 0, K2 ning qiymati 1 taqsim 4 bo'ladi. Mana butun son emasda bu. Bizda K butun son deganman, kasr son. Mana bu musbat emas. Bo'lmaydi. Qaysi test? 18 aytyapsizmi? 18-chi masalada fx chiziqli degan bo'ldi. K bilan b ni topasiz. Shu narsadan b ni so'rayapti bizga. 20-masala. Kvadrat funksiya model bizga hid balandlikda beradi bir jismni. Bir jism. Above degan so'zimiz yuqorida. Ground yer. Yerdan yuqoridagi balandlik. Bu in terms of degani orqali ifodalamoq. Bizga balandlik vaqt orqali ifodalanadi sekundda. After keyin jism launch uchirilgandan keyin. Elevated surface degani yuzaga, tepaga. Model bizga indicate qiladi. Indicate degani ko'rsatmoq. Model bizga ko'rsatar ekanki,
to'qqiz sekundda jism 294 fet yuqorida bo'lgan yerdan. Above degan so'zimiz yuqori, ground yer degan. 13 sekundda 310. Agar jism balandlikda bo'lgan 24 fet, u uchirilganda, mana shu qismiga e'tibor bering. Agar jism 24 fet balandlikda bo'lsa, u uchirilganda nima bo'ladi? Balandlik 18 sekunddan keyin. Bu o'sha bir desmosga tushadigan misol. Tayyor turingizda chizmasdan masalan yechib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa rasm chizadiganlar ko'p. Srazi tez-tez belgilab tashlaymiz sonlarni. Ketdi. Xo'p, qarang, plus belgisi turibdi. Mana plus belgisi. Table'da tanlaysiz. Endi nuqtalar berilgan. Bizada 9 sekundda 294 bo'lgan. Mana 294 bu birinchi koordinatasi. Keyingisi 13 da 310 bo'lgan. 310 bo'lgan. Jism uchirilganda 0, vaqt 0 bo'lganda 24 fet balandlikda bo'lgan. Endi tepada turibdi mana. Regression degan narsa bor. Bosasiz. Endi mana bu inputdan biz kvadrat funksiyani tanlaymiz. Mana. Mana bizga funksiyani chiqarib berdi. Bizning funksiyamiz qanaqa ekan? Fx barobar minus 2x kvadrat plus 48x plus 24. Endi nimani so'rayapti? 18 sekunddan keyin balandlik nimaga teng bo'ladi? F18 topib qo'yishingiz kerak. 240 chiqadi. Tushundingizmi? Qarang, biror bir sonning kvadratini tasvirlamoqchi bo'lsangiz, masalan, a ning kvadrati. A turibdimi? Mana bu a kvadrat ustiga bosasiz mana. Yoki qanaqadir darajani hisoblamoqchimisiz? Nechinchidir darajasi? 13 da 10 darajasi mana. A darajasi 1 ustiga bosasiz, tepaga masalan 4 darajasi. Yoki qanaqadir kasr daraja kerak. 14 ning qanaqadir kasr darajasi. A darajasi 1 ustiga bosasiz, 2 taqsim 3. 2 bo'luv belgisi, keyin 3 mana. Desmosda qulayda kalkulyator bu narsalarni chiqarib bermaydi. Mana shu ikkalasidan foydalanasiz. Hali statistikada mana bu trigonometrik funksiyalar bor, sinus, kosinus hammasini chiqarib beradi. Mana bu funksiyalarni ham ishlatamiz statistikada. Tushunarli bo'ldimi? Javob 240 ekan. D javob. Bugun 20 gacha ko'ramiz. Kelgusi darsimizga qolganini tahlil qilamiz. Savollar biroz murakkabroq. Shuning uchun 2 soat ichida 20 ta test ko'ribmiz. Yangi test yuboraman. Hozir yangi tuzilayotgan testlar oldida bu hech narsa emas-da. Men sizlarga aytay. Hozir bu savollar ularni oldida turbo testlarni oldida oson bo'lib qoladi. Hozir yangi savollar tuzyapman. Sekin ularni ham boshlaymiz. Chunki hozir bizda statistikani to'liq o'tamiz. Geometriya bor. Tugatgandan keyin u testlarni beraman. Mart imtihoni ham hech narsa bo'lmay qoladi. Shunday kiras, tamom, ko'z yumasiz, yechasiz 800. O'quvchilar o'ynab ham dars qilmasdan ham 760, 70, 80, 90 olib tashlayapti-ku. O'ldimi endi bitta 700 plus ololmasak. O'ynab 760 oladi-da, maktab o'quvchilar. 6 sinf o'quvchimiz ham 770 olgan. Bemalol olasizlar. Tempni tushirmaysizlar. O'sha bir kun, ikki kun dars qilmasangizlar, o'qituvchilar diqqatiga esdan chiqib ketib qoladi. Tushunyapsizmi? Bir kun dars qilmang, esdan chiqib ketib qoladi.
Har kuni 4-5 soat dars qilyapsiz, mana shu tempda ketish kerak, tashlab qo'ymang umuman. Nima bo'lmasin dars qilish kerak. Xuddiki o'zi 3 kun dars qilmang, siz xuddi noldan boshlagan odamdek bo'lib qolasiz. Kimdirlar shunaqa vaziyat bo'lib qolgan, kimdirda bo'lgan bu narsa. Xuddi noldan boshlaydigan odam qanaqa bo'ladi? Shu holatga tushib qolasiz. Shuning uchun tempni tushirmaysizlar. Shuncha odam olyapti-ku. Siz ham olasizda. Ingliz tili qiyin. Ingliz tili oson bo'lganda u matematikasini hamma yechib chiqardi. Shunaqa. Imtihonga kompyuter bilan borish kerakmi? Endi olib borsangiz yaxshiroq. Hozir ustozlar yangi test beraman. Yana funksiyalar bo'yicha bo'ladi. Ketdi o'zi. Yangi testni ham tashlab qo'ydim birdan. Bugun bitta test beraman, chunki lichkamga ko'pchilik yozyapti, ulgurmayapmiz deb. Ertagacha yuborishga harakat qiladizlar. So'z yodlamang, umuman so'z yodlamang. Dars ko'ring, misol chiqmayaptimi? Bo'ldi, video ko'rish kerak. Keyin so'zlarni lug'at daftariga tushirib ketavering. So'z yodlab vaqt ketkazmang, umuman kerak emas. O'zi har safar men aytyapman-ku, xohlamasangiz ham yodlab olaverasiz so'zlarni. Misol yeching, chiqmayaptimi, ideya kelmayaptimi, soatlab o'ylamang. 10 minut o'ylang, maksimum. Kelmadimi, bo'ldi. Video ko'rish kerak. Hamma testda videosi bor-ku sizda. Imtihon tempi ancha oson bo'ladi, yana qaytaraman. Biz faqat terilgan test ishlayapmiz, xolos. Imtihon tempi oson. Ko'ryapsiz-ku, boshqa masalan kanallarni kuzatib yurgan bo'lsangizlar kerak. Bunaqa savol hech kim tahlil qilmaydi. Hamma sodda narsalarni, tarjimasi oson bo'lgan narsalarni sizlarga ishlab ko'rsatadi. Hamma kanal shunaqa. Biza qiyinroq narsaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'sha oson narsalarni u bosqichdan biz o'tib ketdik. Va noldan boshlab ancha o'tib ketdik. Ro'yxatdan o'tish 28 fevralgacha bo'ladi. Iloji boricha erta ro'yxatdan o'tish kerak. Sababi joylar to'lib qolishi mumkin viloyatda. Tashlab qo'yaman. Charchamaysizlar, ustozlar, o'quvchilar savob yezlar.